Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana bu bizni yashayotgan tuzum qanday tuzum deymiz. So'rasangiz aytadi dunyoviy deydi. Dunyoviy degan nima degan desang, dunyoviy deb turishaveradi haligi shu tuzumda nima aybini yashiradiganlar. Dunyoda bizni dunyomizda ko'p tuzumlar bor. Kommunizm bor, liberal degani bor, demokrat degani bor, konservator degan bor, sotsialistlar bor, diktatura bor. Endi ular juda ko'pda. Endi shular hammasi shu dunyoni nimasi. Mana bu endi unga dunyoviy davlat ham qo'shilib qolibdi. Bizniki dunyoviy ekan. Demak, ular o'sha dunyoviy davlat ham o'shalarni qatorida. Ular qanaqa tuzum desang, ular hammasi kofir tuzum. Demak, avtomatik shu ham kofir tuzum bo'lib qoladi. Sababi nur bitta, zulmatlar juda ko'p degan. Shuning uchun Qur'onda Alloh sizlarni zulmatlardan nurga chaqiradi degan. O'sha sotsializm, dunyoviy davlatlardan mana hozirgi mahalda da'vatchilar nurga, Allohning diniga chaqiryapti. Shunga ular bor kuch bilan qarshilik qilyapti. Ular kofirmi desang, kofirmi degan savolni berishda hojat yo'q o'zi. Allohning dini bilan hukm qilmagan odam avtomatik kofir bo'lib qoladi. Qarangki, mana bu Olovudinda bitta fatvosida aytilganda, kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmay o'z-o'zicha qonun chiqarsa, uni o'zini Xudo deb hisoblab degan. Endi agar uni kimdir tasdiqlasa, sizni qonuningiz to'g'ri desa, uni Xudo deb tan oldi degan. Demak, hozirgi mahaldagi bizni boshimizdagi nimalar, bu yurtboshlar hammasi o'zlari mana deputatlar orqali qonun chiqarishdi. Unga mana bu prezident qo'l qo'yib bu to'g'ri dedi. Qur'onchi desang, yo'q, Qur'on bo'lmaydi dedi. Og'zi bilan aytmadi, bo'lmaydi demadi. Olib kirib qo'ydi uni o'rniga. Shunday qilib turib, demak, bu odam nima bo'ldi? O'zini Xudo deb nima qildi endi? Hisobladi. Bo'lmasa qonun chiqarish bu huquq, faqat Allohda huquq bor. Mana misol uchun birontasi bir mana YouTube'da ishlab chiqargan odam. YouTube'da ishlab chiqardi shu odam keyin bizga sotib oldik, yozib qo'yibdi. Mana shunday qilsam, mana uni bosasan, buni bossang shunday bo'ladi, shunday bo'ladi degan. Shundan bittasini xato qilib qo'ysak, u ishlamaydi. Nima bo'ladi? Bu hech narsaga yaroqsiz bo'lib qoladi. Allohning ham o'sha Qur'onda yurgan buyruqlar, oyatlarga bo'linib kelgan. O'shandan bittasini buzib qo'ysak ham, bu bilan odam kofir bo'lib qoladi. Xuddi mana kinopiyada buzilib bo'lmagandek. Endi buni yashirish uchun nima qilishadi? Domlalar dunyoviy deydi, prezidentimiz musulmon deydi, uni rosa duo qiladi. Lekin 30 pora Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqargan odam bu odammi? To'ng'iz desang bo'lmaydi, to'ng'izda 1000 barobar nimada iflos bor. Unga muftilarchi o'qib bilib turishini tasdiqlagan ular to'ng'izdan yaxshi joyi bormi? Endi bularni bunday surishtirib qarab ko'rsang, o'sha nimada Olovuddin Mansur aytgandek, o'zini Xudo deb Xudo qo'ygan. Mana Qur'onda bo'lsa, Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmagan istagan odam kofirdir degan. Bitta 44-sida, 45-sida zolimdir degan. 48-sida u fosiqdir degan. Shunda buni Muhammad Yusuf sharhlaganda aytgan. Savol 3 xil bo'ldi, bir xil. Javob 3 ta bo'lib qoldi. Yuzaki qarasang, bular to'g'ri bir-biriga to'g'ri kelmaydi deydi. Lekin mana yaxshi tekst qarasang, demak, kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmasa, u odam ham kofir, ham zolim, ham fosiq ekan. Demak, hozirgi mahalda bizni boshimizda turganlar, Mirziyoyev ham, boshqalari ham hammasi ham kofir, ham fosiq, ham zolim ekan. Shuni agar nima bo'lsa borib turib
nimani qiyomatda ushlaysizlar Muhammad Sodiq sen noto'g'ri aytibsan deb shuni gap noto'g'ri bo'lsa. Shunaqa bo'lib qolib endi bu yerga Olovuddin Mansur Dariyga fatvosiga o'taylik. Kim Alloh nozil qilgan din bilan bo'lsa u o'zini Xudo deb tan oldi deb. Xudo deb tan oldi-da u. Qanday bo'ldi? Qonun chiqdi. Bu qalbaki Xudo nima qildi? Buyruq chiqardi. Chiqarib turib qalbaki Jabroil, hali payg'ambarimizga Jabroil orqali jo'natganda Alloh. Bu ham bitta qalbaki Jabroil bo'ldi. Domlalar qalbaki payg'ambar bo'ldi. Bu qaybdan nimadan tevadan mana u qalbaki Jabroil, qalbaki Xudodan, qalbaki payg'ambarlarga yetkazib keldi. Payg'ambarimizga 23 yilda yetkazib kelgan. Bular mana 35 yildan beri yetkazib kelyapti. Bularda hali qalbaki suralari tugamayapti. Masalan, birinchi kelganda tevadagi bu mana u qalbaki Xudodan nima keldi? Hizb nimalarga tegmanglar deb da'vatchilarga. Ularga ruxsat bo'ldi. Keyin mana hizblarga ruxsat bor edi. Keyin hizbchilarni qamanglar dedi. Hizb nima? Dövdi, bir yerdan yangi voqea keldi. O'shalar qamanglar dedi. Undan keyin vaqt o'tib nima keldi? Voqea keldi ularga, qalbaki voqea. Da'vatchilarni ham, tablighni ham qamanglar dedi. Uni qamadi. Keyin voqea keldi. Mana masjidlar juda ko'payib ketdi. 3dan biri qolganini bir boshqa narsaga o'tkazib yubordi. Qarangki, uni tevadan xuddi o'sha Allohdan kelgandek buyruq kelsa payg'ambarimiz qanday bajargandek, mana qalbaki Xudodan kelgan mana qalbaki Jabroil olib kelib bergan nimani qalbaki voqeani bular shunaqa bajardi. Shu bilan masjidlar nima bo'ldi? Kamaydi. Undan keyin keldiki shu kim ularda qalbaki voqea keldi. Ularni ko'p kitob nimani o'qishda, dinni o'rganishni to'xtatinglar dedi. Uni ham bajarishdi. Undan keyin bularga nima qildi? Hijobga kirganlarda hijobini yechinglar dedi. Maktabga, nimaga o'quv joylariga kirmasin dedi. Bular darrov qabul qilib olishdi. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam qanday qabul qilib olgan bo'lsa. Endi shu bilan mana to'xtovsiz shu tevadan nima kelsa shuni qilishyapti. Mikrofonda ovozini pasaytirlar dedi. Qalbaki Xudo. Qalbaki nima Jabroil tezda yetkazib keldi. Bolalar siyib qo'yadi, unaqa bo'ladi, shuning uchun deb turib 5 deylar dedi. Siyib qo'yadi deb turib 18 ga kirganchani kirgizmay qo'ydi. Nimaga deganda tevadan voqeasida bu shunaqa kelgan edi bularga. Yana qanaqa voqea keldi desang, mana bu nima mana tungi klublar bor. Aroqxonalar bor. Qimorxonalar bor. Bularni gapirmaysizlar dedi. Dedi bo'pti deb gapirishmadi. Endi buzilib ketyapti odamlar. Bu qizlar, bu fohishalar ko'payib ketdi. Juda ko'p narkomanlar ko'paydi. Desa tevadan ashi keldi. Shunaqa deylar-ku, unga mana bizni tuzumimiz aybdorligini aytmaylar dedi. Xuddi shunaqa qilib aytishdi. Shunaqa qilib qarasangiz, qalbaki Xudo bilan o'zi mana bu prezident, qalbaki nima Jabroil, mufti, qalbaki payg'ambarlar bo'lib hamma yo'lda rasvo qilib tashladi. Shu buzuqchiliklar hamma kelishi shundan bo'lyapti. Shuning uchun ko'zni ochinglar odamlar. Hozir ko'ryapsizlar, birovlarning qizlari yarim yalang'och bo'lib toza tansaga tushyapti. Sizniki tushmayaptimi? Ertaga tushadi. Qizingiz bo'lmasa nevarangiz tushadi. Qancha bana fohishalar ko'chada yuribdi. Sizniki yurmayaptimi? Ehtimol bir ikki avloddan keyin kelib qolishi mumkin. Shuni oldini olish uchun nima qilish kerak desa, biz mana islom bilan hukm qiladigan davlatni tiklashimiz kerak. O'shanda qutulamiz. Bu qalbaki haligi sizga bir tilla, bir misol uchun odamni bir joyiga tilla kerak bo'lib qoladi-da.
bir narsasi ulanib nima sinib qolsa, shunga tilladan qo'yish kerak. Misdan qo'yib qo'ysa tilla deb. U chirishni boshlaydi ashir. Shuni singari bu qalbaki voqealar bizni chirityapti. Odamlar boy badavlat yashayapman deyapti. Yashaganlar. Lekin shu tuzumga rozi bo'lgan odamlar kofir bo'lib qolganini bilmayapti. Bu dunyoda kelgan rohat, farog'at, bular hammasi vaqtinchalik. Ko'chada ketyapsizlar, qasrlarni qaranglar, qanaqa qilib tashlabdi. Mashinalarni qarang, million dollardan sotilyapti. Qanaqa yaxshi. O'shalar nimadan bo'lgansa, turpodan chiqqan. Yana turpoqqa kirib ketadi. Bu abadiysi Allohning ne'mati yo azobi. Shunda shu hozir harakat qilsangiz, Allohning yo azobini olasiz, yo rohatini. Buni sizga tanlash imkoniyati berib qo'ygan. Buni qanaqa qilib tanlaysiz desak, mana o'qing, Qur'onda o'zbekchasida yozib qo'ygan nima qilishdi. Boshimizda milot zolim. Undan nafratlanish kerak. Bu eng iflos, kofirda ham iflos. Mana o'zini musulmon deb ko'rsatadi. Endi aytadi, sen bitta gap borda bu Qur'ondan tashqari gap. Do'sting kimligini ayt, men seni kimligini aytaman deydi. Deskanda buni do'sti Xitoy, Yahud, rosa quchoqlashib o'pishadi, kesib oyog'ini tagiga payonda soladi, ibodatxonasini qurib beryapti. Xitoyga bo'lsa o'sha yerdan musulmonlarni shuncha azoblayotganda bir og'iz gapirib qo'ymayapti. Mana uni do'sti deb. Endi Qur'onga kelsaychi. Qur'onda buyurgan, sizlar hech qachon Yahud nasronlarni do'st tutmang degan. Ular sizlarga ularga o'ziga o'xshagan bo'lmagunizcha rozi bo'lmaydi degan. Mana shu boshimizdagi nima zolimlar o'shalar do'st tutdi, o'shalarga o'xshab Allohning dini bilan emas, o'zlari chiqargan qonun bilan mana hukm chiqaryapti. Shu bilan nima bo'ldi? O'shalardan bo'ldi. Endi siz kimni yaxshi ko'rsangiz o'sha bilan tirilasiz deydi. Agar shu tuzumda prezidenti unday xizmat qilayotganlarni yaxshi ko'rsangiz, o'shalar bilan tirilasiz. Ularning boradigan joyi o'sha yer. Boshqa joy emas. Sababi ular Allohning 30 pora Qur'onni inkor qilib najas qonun chiqarishdi. Bu najas qonunni halollab berish uchun so'ray mullalar rosa harakat qilishdi. Bu juda ko'p odamni yo'ldan urdi. Iblis degan, iblisdan qo'rqmanglar degan. Shaytondan. Unga a'uzu billahi minash shaytonir rojim desangiz qochadi. Mana ins shaytonlar nima? Ins shaytonlar yomon degan. Ins shaytonlar shu 2200 ta nima saroy mollalari, uni hali otasi bo'lgan mufti, shular hozir odamlarni juda ko'p nima qilib adashtirib qo'yadi. Iblis sizlarni deydiki, uni go'zal qilib ko'rsatdi. Sizlarni ko'pchiliklarni yo'ldan urib qo'ydi dedi. Hozir ko'pchilikni yo'ldan urib qo'ydi. Odamlar tushunmayapti. Shu eng oxirida borib tushirgan odam qiyomatda tushunadi, lekin unda kech bo'ladi. Shunga hozir tushunib tavba qilinglar. Tezroq dinga qaytinglar va o'zingizlarni mana bu nimadan bo'lgan o'tin yoqilg'isi mana bu tosh va insonlar bo'lgan do'zadan o'zingizlarni avlodlaringizni qutqazinglar degan. Shu Allohga bo'ysunaylik, ana shunday qilaylik, o'zimizni ham qiyomatga kelgan avlodlarimizni ham o'sha yerdan qutqarib qolib, Allohdan so'raylik, bizga shu Firdavs jannatingni bergin Allohim. Firdavs jannatingda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lib o'sha yerda qolishimizga qoldirgin deb so'rash kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.